Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Excel'da foizlar bilan ishlash bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, kiritilgan sonlar kiritilib chiqilgan. Mana oldindan tayyorlab qo'yganmiz. Misol uchun mana sonlarni ko'rgan bo'lsangiz, o'qishga va ko'z ko'rishga qulayroq qilib qilingan. Misol uchun mana bu yerga bitta son yozib ko'ramiz. Buni yozdik. Bu ham mana o'qishga mo'ljallanib qoldi. Mana bu qanday hosil bo'lyapti? Jadvalni chizib qo'yamizda, sichqoncha 10 tugmasini bosib, mana shu joyda sichqoncha 10 tugmasini bosib, format yacheykaga kiramiz. Bu joyda mana chistoyga o'tamizda, chistoyni 0 qilib turib, разделить esa gruppasini tishga qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. OK deb bosib. Endi mana shu sonlarni foizini hisoblash uchun biz foizni bittalab yozib chiqishimiz mumkin yoki mana bu joyga mana foiz belgisini qo'yib turib raqamlarni yozishimiz mumkin yoki mana yana ikkinchi marta sirka qilib mana shu bo'limga o'tib, общий bo'limga o'tib, mana prosent degan haligini qo'yishimiz mumkin. Bo'limini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana shuni foizni hisoblab ko'ramiz. Mana ma'lum bir miqdorni belgilab va to'rttasini belgilamasa prosentni bosib qo'ysak, mana qarang, tepada prosentni o'zi paydo bo'ldi. Ya'ni mana shu prosent o'zi mana shu foizni bosganimiz uchun chiqyapti. Endi yozib ko'ramiz. Har bir sonlarni bir xil foizini hisoblab ko'ramiz. Hozir bularni anosini to'g'rilaymiz. O'rtaga qo'yib chiqamiz. Time. Mana har birini 35%. Shunchaki 35 yozsangiz o'zi foiz chiqarib beradi. Mana 35. Endi keyingi to'rttasini hisoblamoqchi bo'lsak, biz foiz bosmaymizda, mana 0 turibdi. O'zimiz 35 deb yozamiz qo'lda va shift 5 ni birgalikda bosamiz. Shift 5 ni birgalikda bosamiz. Har biriga shunday qilib chiqamiz. Mana 35 bu ruchnoy, ya'ni qo'lda foiz sichqonchada foiz bosmasdan turib, ruchnoy qilib ketishimiz uchun qulayroq bo'lishi mumkin kimgadir. Endi natijasini hisoblash uchun har doimgidek formulada barobar qo'yiladi va A2 ni ko'paytiramiz, B2 ga enterni bosamiz. Mana bizga natijasi chiqdi. Xuddi shunday takroran aytaman, yana bir marta qaytadan ko'rsatib o'taman, ya'ni A3 ni ko'paytiramiz, B3 ga enterni bosamiz. Endi o'tgan darsda aytilgandek qolganlarni tortib olamiz. Mana bo'ldi. Natijamiz hammasi foizda chiqdi. Endi bu tomondagi natijalar qarang, virguldan bu tomonda ikkitalik bo'lishi mumkin, bittalik bo'lishi mumkin. Biz esa mana shu belgilangan joyda ko'rsatilgandek o'ngga yoki chapga surgan holatda virguldan keyingi sonlarimizni aniqlab olishimiz mumkin, ya'ni yaxtlab olishimiz mumkin. Mana o'ng tomonga sursam qanday yaxtlanyapti? Yana bir marta o'ng tomonga suradigan bo'lsam, mana 50 51 bo'ldi. 58 edi, yaxtlab olyapti. Bizga mana shu qaysi bir qulay bo'lsa o'zingizga o'shani qo'yishingiz mumkin. Sizga mana shu qulay bo'lsa, mana shunday holatda qilishingiz mumkin. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Sog' bo'lasiz.